Maktablarda bahona qilyapti. Namozga chiqmay desa, u dars qilish kerak bo'ladi deydi. Dars qilish farz-ku deydi. Donolarning donosi. Namozdan ko'ra ham farz ekan. U talab ilmlik namozdan ko'ra farz emas. Talab ilmlikning vaqti chegaralanmagan. Namoz vaqti chegaralangan. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta deydi. Namoz mu'minlar uchun vaqti belgilangan ibodat. Talab ilmlikning vaqti belgilanmagan. Beshigidan qabrgacha qidiraverasan talab ilmlikni. Talab ilmlikni namozga qarama-qarshi qo'ymaslik kerak. Bu nodonlik bu. Hech qachon talab ilmlik jamoatga yoki namozga qarama-qarshi qo'yiladigan narsa emas bu. Allohning bir hukmini ikkinchi hukmi bilan urilyapti bu yerda. Allohning shariatiga qarshi chiqilyapti. Go'yoki Alloh bilmagan degan da'vo bor bu yerda. Hadis sharifda bor. Allohni bir hukmi bilan ikkinchi hukmini urilmaydi. Ya'ni bir oyat bilan ikkinchi oyatga qarshi kurashilmaydi. Marhamat, bu jamoatga chiqsin.